Assalomu alaykum. Mana biz Chimyon bozorida olib boryapmiz. Hozir bizda shunaqa bo'lyapti, ya'ni dehqonlarga boshman bo'lyapti, boshqa narsa bo'ladi. Bozorxon tomonidan bu o'sha ustida turgan o'sha ma'muriyat tashkilotlaridan man so'rab qolaman. Chimyon bozorini ham nazorat qilib, yo'lga solmasak bo'lmaydi. Hozir bir ayollarning ishlarida xil oladigan, bu xohlagancha gapirib, so'kinib ketyapti, boshqani ketyapti. Mana hozir sizlarga ko'rsataman, shu vodonilar kiryapti. 10 mingga 3 kilo to'rtlar ham bo'lyapti. Bular kelib, munja berasan chek deyapti. Nima bozorda bunaqa qilyapti? Dehqonlar bunaqa qilib, olib kelib sotsa, qiynalib yer ichidan uzib kelsa. Ha bu foydani bu bozorxon ko'ryapti. Bozorxonga ham chora bormi? Mani ko'rib turuvchi o'sha mutasaddi tashkilotlar o'sha O'zbekistonda ashuni ko'rib, shunga izoh beringlar. Mana kichkina joyda turibsiz. Necha pul chek olyapti gapiring? 10 ming, bir xil 15 ming. Mana 10 ming, 15 ming deyapti. Mana o'rtoq prezident mana ko'ryapsiz. Mana Chimyon bozorida men ko'rsatyapman. Mana vodonilar mana 4 kilo, 3 kilo deyapti. Dehqonda olib chiqqan narsasiga bozorxonlar bunaqa narx qo'yib olyapti. Buni o'sha tevada o'tirgan mutasaddi tashkilotlar sizlarga chora ko'rishini so'rayman. Sizlardan qancha olyapti? Mana 15 ming. Buni sizdan ham 15 ming. Orzu 4 kilo, keling. Farg'onanikini yuzga qo'shib bo'ladi. Mana uni kichkinalar o'shani ko'taradi. Yana butun o'ntalar bor. Necha kilo qilib beryapsiz botiringiz? Vodonlar 3 kilo. Mana 3 kilodan bo'ldi. Mana shunaqa qilib bular arzon sotyapti, ular bosimga kirg'izyapti. Mana shuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevdan so'rab qolaman. Mana bozorlar arzon bo'lyapti, lekin chek qimmatligi uchun hamma yoq qimmat bo'lib ketyapti. Bu bozorni nazoratga olishingizni so'rayman.